Furalar, aka becharalarga rahmingiz keldimi? O'ta rahim keldi. O'shalarni bori oilasini, ota-onasini boqayotgan puli mingdan halol bo'lsa kerak bori. Bor ekanki. Abdurahmon aka Fozilovga rahmat, Otabek aka Ayvashga rahmat. Nimagaki, mana bizlarning kasbimizda naqadar qiyinchiligini, qanaqangi mashaqqatli bo'lishini mana bular xalqqa ko'rsatib berdi. Chegarada necha sutkalab turib, uxlamasdan yurishdi. Hattoki Otabek aka 2-3 kunlar mana furani ichida yashab ham ko'rdi. Xalqqa ko'rsatib berdi. Bizlarning kasbimiz havas qiladigan kasb emas. Mashaqqati juda kuchli. Chetdan qaraganga chiroyli bu ko'rinishi mumkin yoki havas qiladigan darajada bo'lishi mumkin, lekin bu oson kasb emas. Juda og'ir mashaqqati bor. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana Amerikaga sayohatga tarkib to'liq tiklandi. Dilshod aka kelib qo'shildi mana sizlar bilan. Endi sizlardan jamoaviy chiroyli video kontentlarni kutib qolamiz. Mana shu videoni yuborib qo'yingizlar. Shu okalar bilan shu Yevropaga uchrash bir nasib qilsin. 4 safardan beri kelib ketadi Yevropaga. Men hech oldidan yoki men oldimdan chiqib qolmayapti. Shuni yuborib qo'yingizlar. Rahmat. degan furachi birodarlar shu aktiv bor. Furalar, aka becharalarga rahmingiz keldimi? O'ta rahim keldi. O'shalarni bori oilasini, ota-onasini boqayotgan puli mingdan halol bo'lsa kerak bori. Bor ekanki. Abdurahmon aka Fozilovga rahmat, Otabek aka Ayvashga rahmat. Nimagaki, mana bizlarning kasbimizda naqadar qiyinchiligini, qanaqangi mashaqqatli bo'lishini mana bular xalqqa ko'rsatib berdi. Chegarada necha sutkalab turib, uxlamasdan yurishdi. Hattoki Otabek aka 2-3 kunlar mana furani ichida yashab ham ko'rdi. Xalqqa ko'rsatib berdi. Bizlarning kasbimiz havas qiladigan kasb emas. Mashaqqati juda kuchli. Chetdan qaraganga chiroyli bu ko'rinishi mumkin yoki havas qiladigan darajada bo'lishi mumkin, lekin bu oson kasb emas. Juda og'ir mashaqqati bor. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana Amerikaga sayohatga tarkib to'liq tiklandi. Dilshod aka kelib qo'shildi mana sizlar bilan. Endi sizlardan jamoaviy chiroyli video kontentlarni kutib qolamiz. Mana shu videoni yuborib qo'yingizlar. Shu okalar bilan shu Yevropaga uchrash bir nasib qilsin. 4 safardan beri kelib ketadi Yevropaga. Men hech oldidan yoki men oldimdan chiqib qolmayapti. Shuni yuborib qo'yingizlar. Rahmat. degan furachi birodarlar shu aktiv bor.